gigant. Aql bovar qilmaydigan kuch va bir qator samarali qurol to'plamlari. Bunday qurollar to'plamlari sohibini na bo'rilar to'dasi, na to'siqlar, na juda ham sovuq suvlar o'z maqsadidan qaytishiga majbur eta olmaydi. Siz Zot Dunyo TV kanalida. Bugun bizning diqqatimiz markazida qo'ng'ir yoki odatiy ayiqlar bo'lib, ularning yashash tarzi bilan tanishib chiqamiz. Umid qilamanki, kanalga obuna bo'lib, bu shiddatli va topqir ayiqni layksiz qoldirmaysiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Qo'ng'ir yoki odatiy ayiqlar dunyoning turli mintaqalarida yashab, ularning yashash muhitlari juda ham xilma-xildir. Bu maymoqvoylarni o'rmonlarda, tundrada, tog'larda va hatto tekisliklarda ham uchratish mumkin. Qo'ng'ir ayiqlar bir nechta turlardan iborat. Bularga Apennin, Yevropa, Sibir, Suriya, Himolay, hatto grizli va kadiak ayiqlari ham qo'ng'ir ayiqlarning bir turiga kirib, ular yer yuzidagi eng yirik quruqlik yirtqichlaridan biri hisoblanishadi. Bu o'rmon gigantlari Yevroosiyoning deyarli barcha hududlarida yashab, Shimoliy Amerikaning shimoliy-g'arbiy qismlarida qo'ng'ir ayiqlarni grizli deb atashadi. Eng katta qo'ng'ir ayiqlar uzoq sharqda mavjud bo'lib, Saxalin va Kamchatka, shuningdek Alyaskada ham uchratiladi. Quyidagi ikki turi ham hajm, ham tashqi ko'rinishda bir-biriga juda o'xshash. Chunki ular deyarli bir xil iqlim sharoitlarida yashashadi va deyarli bir xil oziq-ovqat bilan ozuqalanishadi. Ayniqsa Kamchatka va Alyaskaning janubida eng yirik qo'ng'ir ayiqlar uchratilib, ularning tana vazni 500-600 kilogrammgacha bo'ladi. Bu yirtqichlar bir qarashda yoqimtoy va besunaqay ko'rinib, aslida esa ular juda ham xavfli va chaqqon hayvonlardan biri hisoblanishadi. Ayniqsa o'ljasini yoki o'zini yoki bolalarini himoya qilganda. Qo'ng'ir ayiqlar soatiga 56 kilometrgacha tezlasha olib, ayiqlarning deyarli barcha turlari yirtqich bo'lishlariga qaramay oziq-ovqat tanlashmaydi va barcha yegulikka yaroqli taomlarni iste'mol qilishadi. Masalan, rezavor, yong'oqlar yoki qo'ziqorinlar ham ayiqlar taomnomasida bo'lib, jumladan go'sht va baliqlar ham. Qo'ng'ir ayiqlarning burunlari ham eng mukammal burunlardan biri hisoblanadi va barcha ichsimonlar singari ularning hid hisi yuqori darajada bo'lib, qo'ng'ir maymoqvoyning hid hisi odam hid hisidan 100 barobar kuchliroq. Mustahkam tishlari qattiq taomlarni hech qanday muammosiz maydalab, tirnoqlarining uzunligi 10 cm ga yetadi. Yuqori aql zakovatini va aql bovar qilmaydigan darajadagi kuchini hisobga olganda, bu maymoqvoylar oziq-ovqat tanqis mavsumida ham ochlikdan o'lmaslik imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Ayiqlarning yirtqich ekanliklari odatda erta bahorda yaqqol namoyon bo'lib, bahorda o'simliklar juda ham oz bo'ladi va bu vaqtda ayiqlar qishki uyqusidan uyg'ongan va juda ham och bo'lishadi. Bu vaqtda qo'ng'ir ayiqlar ovga otlanishib, kiyiklar yoki yosh elklar ularning o'ljasiga aylanishadi. Ko'pincha ayiqning o'ljalari ayiqqa nisbatan ancha chaqqonroq bo'lishadi. Ammo bu chidamli yirtqich yosh tajribasiz o'ljalarni sarosimaga tushishini va xatolarga yo'l qo'yishini juda yaxshi bilib, uzoq vaqt davomida sekinlashmasdan ta'qibni davom ettiradi. Bundan tashqari, deyarli barcha ayiqlar kabi qo'ng'ir ayiq ham nafaqat to'g'ri yo'nalish bo'ylab, balki to'siqlarni yengib o'tib chopa olishga qodir. Och qo'ng'ir ayiq har qanday to'siqlarni yengib, hech qanday muammosiz keskin burilishlarni amalga oshira oladi. Shiddat bilan chopayotgan bu gigantga hech nima to'sqinlik qila olmay, o'lja ayiqning changaliga tushadi. O'ljani bor vazni bilan urib, kiyikni atigi bir necha soniyaga esankirab qolishigina maymoqvoyga yetarli bo'ladi. Ajoyib hid hisi aynigan tana go'shtini yoki o'laksani qayerda ekanligini aniqlashda yordam berib, hatto barcha o'laksaxo'rlar ham bunday aynigan tana go'shtini uncha xushlamaydi. Ammo grizli ayiqning bu suyukli taomlaridan biri bo'lib, u surbetlik bilan tana go'shtini olib ketadi.
Bo'rilar va ayiqlar oziq-ovqat raqobatchilari bo'lishib, bo'rilar o'ljalarini ayiq bilan baham ko'rish niyatlari yo'q. Son jihatdan ustunlikka ega bo'lgan bo'rilar ayiqqa tinim bermay, garchi ba'zida ayiqning shiddati va qat'iyatligi hatto butun bo'rilar to'dasini chekinishga majbur etadi. Yolg'iz ayiq bug'ular podasida vahima qo'zg'ata olishga qodir bo'lib, karibular juda ham tezkor va ochiqlikda ayiq ularga yeta olmaydi. Biroq qo'ng'ir ayiq bug'u bolalari qochish o'rniga baland o'tlar orasiga yashirinib olishini juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham ayiq podada vahima ko'targach bug'u bolalarini darhol izlashga kirishadi. Yirtqich birdaniga ikkita bug'u bolasini topishga muvaffaq bo'ladi. Ammo ikkita quyonni quvsang, bittasini ham tuta olmaysan deganlaridek, ochko'z ovchi hech vaqosiz qoladi. Bolasi bor qo'ng'ir ayiq odatdagidan 2-3 hissa ko'proq ov qilishiga to'g'ri kelib, ba'zida ochlik ona ayiqni xatarli harakatlarga undaydi. Katta o'tkir shoxlar bilan qurollangan erkak karibu o'limga olib keladigan jarohatlar yetkaza olishga qodir. Lekin ona qo'ng'ir ayiqning oldida boshqa tanlov bo'lmay, kiyikning asosiy quroli hisoblangan shoxlar zarbasini ayiq o'z tanasi bilan to'xtatadi. Ajablanarli darajada kuchli erkak karibu ayiqni hatto yerdan ko'tarishga ham muvaffaq bo'lib, ajal changalidan qutulishga harakat qiladi. Ammo qo'ng'ir ayiqning o'lim tutqichi kiyikni tezda holdan toydiradi. Ayiq butun tana vaznidan foydalanib, o'ljani bo'ynidan tishlaydi va uni yiqitishga harakat qiladi. Nihoyat, kuchli jag'lar asta-sekin o'z vazifalarini bajarib, bu olishuvga nuqta qo'yadi. Qo'ng'ir ayiqning taomnomasida hatto bizonlar ham bo'lib, voyaga yetgan bizonlar bu maymoqoylardan 2 barobar og'irroq. Lekin bizon bolalarini ovlash maqsadidan ayiqni hech nima qaytara olmaydi va ayiqning yagona vazifasi onani boladan ajratib olish bo'lib, ovchi bunga muvaffaq bo'ladi. Bu yerda ayiq kiyikka hujum qilgan bo'lib, kiyik daryoda jon saqlab qoladi. Ayiq o'ljani tinchitishi muqarrar. Lekin kiyik suvga sakraydi va tez oqim uni o'limdan qutqarib qoladi. Elk kabi yirik hayvonlar hatto qo'ng'ir ayiq uchun ham oson o'lja bo'lmay, bu yerda ayiq qirg'oqdan turib elkka hujum qilmoqchi. Ammo yirtqich suvga tushishga shoshilmay, elk kutilmaganda hujumga o'tadi. Maymoqvoy esa g'azablangan o'ljaga hujum qilishga jur'at ham eta olmaydi va qochib qolishni ma'qul biladi. Mana yana bir qiziq holat. Bu yerda grizli qo'ng'ir ayig'i bolalari bo'lgan elkka hujumni rejalashtirib, ammo ona elk jangsiz taslim bo'lish niyati yo'q va yirtqich yaqinlashishi bilanoq elk ayiqqa hech qanday qo'rquvsiz tashlanadi. Hatto hayvonlarda ham onalik hissi qo'rquvdan kuchliroq bo'lib, ayiqni chekinishga majbur qiladi. Lekin ayiq bir necha daqiqadan so'ng yana ta'qib qilishni boshlab, bu holat bir necha bor takrorlanadi. Oxir-oqibat ona bolalarini yirtqichga yem bo'lishiga yo'l qo'ymay, ayiq elklar oilasini tinch qo'yadi. Biroq qo'ng'ir ayiqlar elkka bas kela olmas ekan deb fikrlash xato bo'lib, bu yerda qo'ng'ir ayiq elkni qulatishga muvaffaq bo'ladi va uni paqqos tushirish uchun o'rmon ichiga olib ketadi. Odatda qo'ng'ir ayiqlarning juftlashish mavsumi iyun-iyul oylarida bo'lib, urg'ochi qo'ng'ir ayiq 340 grammdan 680 grammgacha 2ta yoki 3ta bola tug'adi. Eng qizig'i shundaki, qo'ng'ir ayiqning bolalari onasining qornida qishga yaqin ona ayiq uyquga ketganda noyabr oylarida rivojlana boshlab, qo'ng'ir ayiqlarning homiladorligi ularning turlariga qarab 6-8 oy davom etadi. Qo'ng'ir ayiqlar 3 yilda voyaga yetishadi va mustaqil hayot tarzini olib borish maqsadida onalarini tark etishadi.
Bu maymoqvoylarning chidamli va moslashuvchanliklarini hisobga olgan holda, ular yovvoyi tabiatda 20-30 yil, tutqunlikda esa 40-50 yil yashashlari mumkin. Bu ayiqlar haqida hali hammasi emas. Bu videoni tayyorlashda shunga amin bo'ldikki, qo'ng'ir ayiqlarning har bir turi haqida alohida yoki boshqa ayiqlar turi haqida ham video tayyorlash maqsadga muvofiq. Bu galgi dasturimizda qo'ng'ir ayiqlar haqida umumiy ma'lumot berib o'tishni ma'qul bildik. Chunki video boshida aytganimizdek, qo'ng'ir ayiqlar bitta yoki alohida tur bo'lmay, ular bir necha turga bo'linishadi va bir-birlaridan yashash tarzi, ov qilishi, ko'payishi, ozuqalanishi va hokazolar bilan uncha ko'p bo'lmasa-da, bir-birlaridan farq qilishadi. Shuning uchun agar alohida bir ayiq haqida video tayyorlashimizni va aynan qaysi ayiqni keyingi videoroliklarimizda ko'rishni xohlasangiz, shunchaki izohda bildirish bering va biz bu mavzu sizga naqadar qiziq ekanligiga, shuningdek videorolik izohida faolligingizga ham qarab, qiziqarli va sifatli kontentlar tayyorlashga harakat qilamiz. Mana shunaqangi bo'lib chiqdi. Bu juda ham kuchli va eng muhimi barcha ayiqlar kabi topqir qo'ng'ir ayiqlar. Umid qilamanki, besunaqay bo'lishiga qaramay juda ham shiddatli va chaqqon qo'ng'ir ayiqlar haqidagi videoroligimiz sizga yoqdi deb. Agar shunday bo'lsa, videoga baho berib kanalga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroq tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang va izohda o'z fikrlaringizni bildiring. Keyingi videoroliklarimizda qaysi hayvonlarni ko'rishni xohlardingiz? Buni ham izohga yozib qoldiring. Men esa siz bilan ma'lum bir vaqtga xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.